Qanday belgilarni, sababini topish eng ahamiyatlisi. Tanani o'zi gapiradi. Har bir tana individual. Oddiy odamlar nima qilish kerak? Bel og'rig'i bu charchagandan emas. Nimaga og'riqni yo'q qilish yetarli emas? Qanaqa hollarda u yengillashadi og'riqlar. Faqat og'riq bilan ishlash bu simptom bilan ishlash deyiladi. Demak, har qanday og'riq bu signal. Uni o'chirish emas, tanani tinglash va u bilan ishlash kerak. Assalomu alaykum. Har kuni ko'pchilikda og'riq paydo bo'ladi. Bel, bo'yin, yelka yoki oyoq. Ko'pchilik odamlar faqat bu og'riqni olib tashlashga harakat qiladi. Bugun aynan shu haqida gaplashamiz. Og'riqni qanday anglash va sababini topish. Sababini topish qanchalik muhim? Nimaga og'riqni yo'q qilish yetarli emas? Faqat og'riq bilan ishlash bu simptom bilan ishlash deyiladi. Ya'ni o'sha og'riq bilan ishlash deyiladi. Ya'ni bir odamning beli og'risa, masalan deylik dori ichadigan bo'lsa, faqat og'rig'ini o'zi qoladi. Ya'ni beldagi muammosi yechilmaydi. Ya'ni beldagi muammosi ketmaydi. Nimaga asosan uni ildizi bilan ishlaniladi? Birinchi bo'lib kasallikni o'zini qatdan kelib chiqayotganini bilinsa, ana shunda butun og'riqlar yoki butun umridagi og'riqlar yo'q bo'ladi. Ana shu asosiy sabab bo'ladi. Shu sabablar qanaqa qilib aniqlanadi o'zi? Kinezologiyada asosiy usullar bor. Ya'ni mushaklar bilan ishlanish, mushaklarni normal holatga olib kelish va yana harakatlarini o'rganish. Yana nafas olish va asablari bilan o'rganish. Mana shu hollarda u patsient, ya'ni u bemorni asosiy og'riq kelayotgan joyini aniqlaydi. Tana tarixini tinglash, qaysi harakat, odatlar orqali kelayotgan og'riqni bilish. Bularning hammasi birgalikda sabab ko'rsatib beradi. Har bitta odamda shu sabablar turli xil bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Har bir tana individual. Har bir odamda har xil og'riq bo'lishi mumkin. Ya'ni kimdadir mushaklarda yoki kimdadir belida yoki kimdir stress orqali ham tanasi og'riyotgan bo'lishi mumkin. Qanday belgilarni, sababini topish eng ahamiyatlisi? Eng ko'p ahamiyat beradigani o'sha patsient, ya'ni bemorni o'tirgandami, turgandami yoki yurgandami, doimiy harakat davomida bo'ladigan og'riqlarga ahamiyat berish. Qanaqa hollarda u yengillashadi og'riqlar? Ya'ni kimdirki o'tirsa yengillashadi, juda ko'p eshitganman. Engashsa yengillashadi bir xillarniki. Yana bir xillar yotgan holatda bo'shashadi. Ya'ni og'riqlari qo'yaveradi. Bir xillarniki stressdan chiqqandan keyin og'riqlar qo'yaverishi mumkin. Tanani signallarini qanday tinglashimiz mumkin? Tanani o'zi gapiradi. Ya'ni bel og'rig'i bu charchagandan emas, yoki harakat qilayotgandagi, og'ir yuk ko'targandagi og'riq bu aynan beldan emas bo'lishi ham mumkin. Ya'ni bu stressdan yoki nafas olishdan yoki noto'g'ri harakat bo'layotganligidan bo'lishi ham mumkin. Bu narsani shuning uchun har doim harakat qilish kerak, nafas olish to'g'ri va ya'ni harakat davomini o'zi kuzatish kerak. Bu narsani endi kinezologlar yoki shifokorlardan maslahati bilan qilinsa juda ham zo'r bo'ladi. Xulosa qilib aytsak, oddiy odamlar nima qilish kerak? Oddiy odamlarga maslahatimiz, ya'ni og'riyotgan joyga e'tibor qaratish kerak emas, uni asl sababini o'rganish kerak. Ya'ni kinezolog yoki mutaxassisga borib ko'rinish kerak va o'zini harakatini kuzatish kerak va nafas olishini kuzatish kerak. Oddiy odamlarga maslahatim shu. Rahmat kattakon. Demak, har qanday og'riq bu signal. Uni o'chirish emas, tanani tinglash va u bilan ishlash kerak.